Otaxonning iztirobi. Hikoya. Boboniyoz Qurbon. Bugun hayotimiz to'kin. Ocharchilik, qahatchilik kabi og'ir zamonlarni hozirgi yoshlar bilishmaydi. Ilohim bilishmasin ham. Lekin meni ba'zilarning bu narsada mening haqqim bormi, yo'qmi demay o'zlashtirishi, qo'liga tushganini so'ramay netmay olishi, yeb ketaverishi o'ylantiradi. Shu boismi rahmatli otamga tanish bir chol gapirib bergan voqea tez-tez esimga tushadi. Yolg'iz ukasi urushga ketgach, u kishi ham ishchilar batalyoniga safarbar qilinib, Sirdaryoning Bekobod shahridan o'tadigan joyidagi GES qurilishiga yuboriladi. 2 yil ter to'kib ishlaydi. U bir kuni uydagilarini sog'inib, qo'shni qishloqlik bir sherigi bilan yo'lga chiqibdi. 4-5 kun yayov yo'l yurib, bir qishloqda soy bo'yidagi tegirmonga duch kelishibdi. Bir kishi un tortish bilan ovora. Tashqarida esa qoplarda un va bug'doy turgan ekan. Sherigi, "Shu undan ozgina olaylik, qorin tatilab ketdi", debdi. Otaxon unamaganiga qaramay, belidan belbog'ini yechib, bir necha hovuch un solib, yo'lga ravona bo'libdi. Yuraverib charchagan hamrohlar kun qiyomga kelganida oftobro'yda to'xtashibdi. Qorinlari och. O'g'irlangan unni amal taqal qilib suvga qorib, xamir qilishibdi va qizib turgan tosh ustida pishirishibdi. Nonni yeb biroz tetiklashib yana yo'lga tushishibdi. Kechasi qulayroq bir joy topib, Pinakka ketishibdi. Shunda chol bir tush ko'ribdi. Tushida harom go'sht tanovul qilayotgan emish. Xuddi ilon chaqqan odam singari qo'rqib uyg'onib ketibdi. Qarasa, lablariga uchuq toshib ketgan ekan. Dili xufton bo'lib, tug'ilib o'sgan qishlog'i Zafarboqqa yetib kelgunicha sherigiga bir og'iz ham gapirmabdi. Otaxon so'zlar ekan, o'sha maxluqning, ya'ni cho'chqaning nomini ham tilga olishni istamas, o'shanda eng og'ir jinoyat sodir etgan kishidek iztirob chekardi. Xullas majbur bo'lib, harom yo'l bilan topilgan bir luqma taom yegani uchun bir umr afsus chekmoqda ekan. Musulmon kishi mabodo bir xatolik, gunoh sodir etib qo'ysa, so'ng buning noto'g'riligini anglab pushaymon bo'lsa, uni ikkinchi bor takrorlamasa, inshaalloh gunohi kechirilishi oyat va hadislarda aytilgan. Har gal otaxonning bu hikoyasi yodimga tushsa, Alloh taolodan mag'firat so'rab duo qilaman. Insof. Bo'lgan voqea. Erkin Malik. Tohir hoji mashina ishqibozi. Bir vaqtlar avtoservisda ishlagani uchunmi, minmagan mashinasi qolmagan hisob. Yaqinda yana bittasini olibdi. Chet elniki ekan. Yurishini ko'raylik deb bekalarimizni olib, tog'dagi dala hovliga jo'nadik. Tohir hoji nimagadir bugungi yoshlardan xafa edi. Orada farzandlarini ham qo'shib qo'yardi. Yoshlar befarq, dangasa, hamma narsani pul bilan o'lchaydi. Kattalarning hurmatini joyiga qo'ymaydi. Insof degan narsa qolmadi. Mushtaydan tortib toshdaygacha qo'lida so'tka, quloqlarida allambalo musiqalar. Xullas, bora borguncha dardlarini eshitib ketdim. Kuyib pishganida jon bor. U o'zini o'ylamayapti, kelajagini o'ylayapti. Xohlaymizmi yo'qmi, yoshlar kelajagimizda. Qaniydi hamma ham shu tashvish bilan yashasa. Garchi ham suhbatim ba'zi o'rinlarda oshirib toshirayotgan bo'lsa ham, ba'zi gaplariga qo'shilmayotgan bo'lsam ham, qarshi fikr aytmadim. Ruldagi odam bilan bahslashib bo'lmaydi. Shusiz ham asabi tarang. Qizig'i shundaki, xuddi Tohir hojining gaplarini tasdiqlagandek,
bizni hali o'ngdan, hali chapdan yoshlar quvib o'tishardi. Voy bu hovliqmaliklari! Tog' yo'li ravon, tabiat maftunkor, yengil mashinalar qaldirg'ochdek ushadi. Gumbira-gumbir musiqa ashulalar. Manzilga yetgach, u kishi xotini bilan idishlarni olib, mashinada buloqqa suvga ketdi. Men oshga unnadim. Hojining qayerda bo'lsa ham soat 1 ga yetib kelishini bilardim. Peshin namozini o'qishimiz kerak-da. Soat 1 ga qarab oshni damladim. Mo'ljal peshinni o'qigandan keyinoq dasturxonga o'tirish. Ammo hadeganda mehmondan darak bo'lavermadi. Peshinni o'zim o'qidim. Soat 2 ham bo'ldi. Yo'q. Osh lanj bo'lib ketdi. Xavotir olib ko'chaga otlangan edim. Har tugul kelib qoldi. Dedim men. Sizlarni talqon yeb suvga jo'natish kerak ekan-ku. Oshni suzing, keyin gapirib beraman. O'zi ham siz yozadigan narsa, dedi u kulib. Oshni yeb bo'lgach, bir piyola choy ustida Tohir hoji hikoyasini boshladi. Idishlarni suvga to'ldirgach, tog' manzaralarini keliningizga teparoqdan ko'rsatkim keldi. Bir yerga chiqib to'xtadik. Mashinani yo'l chekkasiga qo'yib, chor atrofni rosa tomosha qildik. So'ng ketaylik desak, mashina yurmaydi deng. U yoq bu yog'ini kavlashtirgan bo'ldim, ammo bir ish chiqara olmadim. Oxiri yoshi ulug'roq bir haydovchini to'xtatdim. "Ey aka", dedi u kulib. "Biz ham sizga o'xshagan lyotchikmiz. Haydashni bilamiz u o'zini tushunmaymiz." Yana bir kishini to'xtatdim. U ham xuddi kelishib qo'ygandek, "Lyotchikmiz", deb yelka qisdi. Nima qilarimni bilmay Toshkentga avtoustaxonada ishlaydigan o'g'limga sim qoqdim. U 1 soatdan keyin bo'shashini, sim qoqib so'ng yetib kelishini aytdi. Shu payt yonimizdan shuv etib bitta Tiko o'tdi. Nariroqqa borib to'xtadi. So'ng tisarib oldimizga keldi. Egasi yoshgina ekan. "Assalomu alaykum. Tinchlikmi, doda?" Mana u savil yurmay qoldi, dedim uni ko'zga ilmayroq. "Ko'rsam maylimi?" "Ko'rsang ko'r." Yigitcha uni buni ko'rdi. Mashinaning tagiga ham kirib chiqdi. Bir payt mashina gurullab ishlab ketdi. Bir-birimizga qarab jilmayishdik. Halitdan beri endi tog'da qolib ketamizmi, deb xunob bo'layotgan xotinimning chehrasi yorishdi. "Barakalla, bolam. Yosh bo'lsang ham usta ekansan. Mana bu xizmat haqqing", deb unga pul tutdim. "Pulingizni olmayman", dedi yigitcha. "Menga Allohdan insof so'rab duo qiling." Hang-mang bo'lib qoldim. Go'yo yigitcha mening yoshlarda insof qolmadi deb qilib yurgan iddaolarimni eshitgan u pisanda qilayotgandek edi. "Ey bolam, o'zing insofning ichida ekansan-u", dedim hayratimni yashirmay. "Alloh yanada ziyoda qilsin", deb duo qildim. Yigitcha qo'lini ko'ksiga qo'yib, Tikoni uchirdi ketdi. Mashina biroz yurgach, yana ish ko'rsatdi. Bu safar yoshi 30lar atrofidagi yangi Nexia mingan yigit yonimizga kelib to'xtadi. "Assalomu alaykum. Ha, otaxon. Ko'rmaysizmi? Bir baraka topkur bolam hozir yurgizib beruvdi, yana ish ko'rsatib qoldi", dedim salomlashib. Yigit bo'ynidan bo'yinbog'ini yechib, yengini shimarib, ishga tushib ketdi. Aftidan biladigan ko'rinadi. "Chet mashinasining ohanjamasi ko'p-da", deb qo'ydi ishorasida. Kiyimlari juda toza, ammo u parvo qilmay berilib unnar edi. Shunday yigitni urintirib qo'yganimdan xijolatda qoldim. Lekin yigit qancha urinmasin, mashina sira o'tolmasdi. Cho'ntagidan telefonini chiqardi. Kim bilandir bog'landi. Gaplashib mashinaning markasini aytdi. Holatini tushuntirdi. "Ha, xo'p", deb bir joyini ochdi. Keyin yana boyagi odamga sim qoqdi. U yoqdagi odam bir narsalarni tushuntirdi. Yigit uning aytganlarini qilib, mashinani yoqdi. Yonmadi. Yana telefon qildi va endi boshqa joyini kovlashga tushdi. Xijolatdan tamom bo'la yozdim. Xayolimda yigit telefonining o'zidanoq ancha xarajat qilvordi-yu. "Voy baraka topkur-ey",
Mening telefonimdan foydalaning deb 2-3 aytdim, unamadi. Nihoyat mashina o't oldi. 3-4 marta qayta o'chirib yoqdi. Ana endi sizni qiynamaydi, dedi baklashkadagi suvda qo'lini sovunlab yuvar ekan. Keyin qo'l telefonimni oldi-da, unga bir kishining ismi, telefon raqamini yozib berdi. Injiqlik qilsa, shu ustaga uchrashing. Chet mashinalarning piri, dedi. Rahmat, mana buni olib qo'ying deb pul uzatdim. Yo'q, dedi yigit. Yo'lning ishi qiyin. Shunaqada bir-birimizga qarashmasak, qachon qarashamiz? Men roziman. Yaxshi, dedim men. Hech bo'lmasa telefon haqqini oling. Hazil akam yoqdingizmi? Meni xijolat qilmang, bolam. Yaxshilik qilsang, butun qil deganlar otaxon, deya samimiy kuldi yigit va mashinasiga o'tirib jo'navordi. Yaratganiga tavbalar qildim, dedi Tohir hoji boshini egib. Yoshlar orasida tillasi ko'p ekan. Alloh meni toqqa olib chiqib ko'zimga ko'rsatib qo'ydi. Bundan buyog'i ana u bolam aytgandek o'zimga insof so'rayman. Tohir hojining bu gaplari ko'pchilikni o'nglayman degan odam avvalo o'zini o'nglasin degan haqiqatni yodimga tushirib yubordi. Temir yo'l izlarining ovozi. Hikoya. Kamol Tohir. Bugun so'nggi kun edi. So'nggi kun. 35 yil u 2 oy kecha kunduz ishlagan bu kulbani tashlab ketishi kerak edi. Nafaqaga chiqayotgandi. Rasmiylashtirish ishlari ham yakuniga yetgan, hatto o'rniga yangi ishchi tayinlangan. Uning o'rniga shlagbaumni boshqaruvchi boshqa navbatchi kelayotgandi. Nafaqaga chiqishni o'ylamaganda emas, bilardi. Nafaqaga chiqish nasib qilsa, har bir ish odamining uzun mehnat yo'lidan keyin oqibat taqdiri tinch, osuda joyda, yumshoq o'rinda tinchlanib, hordiq chiqaradigan muddati edi uning nazdida. Bir necha yildan beri qishda ishlash mashaqqat tug'dirayotgandi unga. Xotirasi pand berib, poyezdlarning qatnash soatlari tartibini unutib qo'yardi. Yotog'idan istar-istamay malol bilan uyg'ongan kezlari ko'pi ketib, ozi qoldi, deya g'udranardi o'z-o'ziga. Uskudarda Nuh kuyusiga yaqin joyda yashardi. Navbat almashib, haftalik ta'tilga chiqqan kezlari uyiga ketganida ortiga qaytishni intiqib kutar, shanba tongida yangicha quvvat, o'zi anglamagan istak bilan ishiga qaytardi. Issiq peshin quyoshiga qorishib ketgan temir yo'l izlari porlab turgan kezda kulbasidan chiqdi. Atrofni kuzatdi. Xuddi bu yerlarni 35 yil ko'rmagan, kuzatmagan kabi borliqni diqqat bilan tomosha qilardi. Hov, anavi ko'mir uyumi har doim shu yerdamidi? Oldinroqdagi suv deposining rezina jo'mragi eskirib qolibdi. O'ng yo'ldagi vagonlarga qaradi. Qancha vaqt oqib ketmadi. Bu vagonlar yap-yangi holatda kelgan paytlarini esladi. Temirdan yasalgan vagonlar shu qadar cho'kib, xarob holga kelgan bo'lsa, uning o'zi qay ahvolda ekan hozir? Bir muddat kulbasidagi ko'zguga qaramoqchi bo'ldi. Xayolidan darhol voz kechdi. Signal fonariga ko'zi tushdi. Endi uni ishlatmaydi. Fonari bilan bog'liq g'alati holatlarni xotirladi. Bir kecha fonarining qizil shishasi sinib, nima qilishni bilmay qolgandi. Yana bir boshqa kecha uyqusirab adashib signal berib yuborgandi. O'z ishining ustasi ilg'or navbatchiga aylangunicha nimalarni boshdan kechirmadi. Bular eski xotiralar edi. Yoshlik davrining eng go'zal kunlari. Keyinchalik fonarni ham sindirmadi, navbatchilikda uyqusirab ham qolmadi.
Paravozlar, lokomotivlar, boshqa yo'ldagi navbatchi ko'targich boshqaruvchilarni ovozidan taniydigan bo'lgandi. Hatto hidi, havosidan farqlay olardi poyezdlarni. Shamolga qarab radar tutar, poyezdlarning temir izi tovushini telefon chaqirig'idek bilardi. Yaltiroq temir yo'l izlari ko'zlarini qamashtirib kulbaga kirdi. Narsalarini yig'ishtirib, tayyorlab qo'yibdi. Eski sandig'i yillar davomida qo'ngan ko'mir g'uborlaridan kirlangandi. Stansiyada bu rang yopinmagan biror narsa yo'q edi ham. Temir qopqoqli, osma kalitli kichik sandiq ham stansiyadan bir parcha yodgorlik. Uni olib ketishning qiyinchiligini o'ylamaydi. Aksincha, shu sandiq stansiyada kechgan yillarini eslatib turishidan mamnun. Qirmizi yopinchiq yopilgan yig'ma karavotida mashina kutyapti. Ertalabdanoq hamkasb do'stlari bilan xayrlashgani yaxshi bo'ldi. Biroz boshini yostiqqa qo'yib dam oladi. Hozirdanoq nafaqada dam olishni boshlaydi. Yangi navbatchi boshqaruvchi yoshroq erkak edi. Shu atrofdagi stansiyalardan birida 2 yildan beri ko'targich boshqarardi. "Omon bo'ling, Rajab ota", deya qo'lini o'pdi. Rajab so'nggi nasihatlari, tavsiyalarini takrorladi. O'z asarini iqtidoriga ishonmagan begona kishiga topshirayotgan san'atkordek qo'rquvda edi. Mashinada yotog'i va kichik sandig'ining orasida o'tirib oldi. G'ildiraklar yurishga shaylanarkan, pastga qarab ovoz berdi. "O'g'lim, 3-yo'lning ko'targichi uncha yaxshi ishlamaydi. Ko'tarilayotganda ovoz chiqaradi. Bor kuching bilan bosmagin." Balandlikdan chiqayotib stansiyaga, ko'targichlarga, o'ng-so'l tarafga bir qaradi-da, shivirlab qo'ydi. "Robbim, bu kecha biror halokat yuz bermasin." Shlagbaum boshqaruvchi Rajab ota Rajabboy bo'ldi. Uyidagi shu paytga qadar hech qaramagan bog'iga gullar ekdi. O'rtasiga marmar hovuz qurib, hovuz atrofini rangli gumbaz bilan yopdi. Ichkariga tovuq katagi qurdi. Atrofdagi qishloqlardan tovuqlar keltirdi. Gul parvarishlab tovuq boqishga sho'ng'ib ketdi. Har kuni tovuqlari va gullari bilan mashg'ullikda kunni kech qiladi. Ayoli bir kunga kelgan mehmon kabi xizmatiga shay turadi. Hojasining nafaqada ekani, endi hamisha yonida bo'lishini o'ylasa, ayoli mamnunlik tuyardi. O'g'li Rustam esa Kadikoyuda haydovchilik qiladi. O'sha yerda uyli-joyli bo'lgan. Xotini, bola chaqasi bilan o'sha yerda yashardi. Faqat oyning ilk kunlari otasiga nafaqa pulini keltirib berardi. Rajabboy tongdan shomgacha egniga yengil kiyim kiyib olib, bog'ida kiymalanadi. Tushlikni bog'da yeydilar. Kunning ikkinchi yarmi yana bog'da ishlaydi. Qo'shnilariga nafaqaga chiqqan Shlagbaum boshqaruvchining qay darajada qo'li gul bog'bon ekanligini ko'rsatib, mehnat qilardi. Xufton namozidan keyin Rajabboy ko'chalik kiyimlarini kiyib mahalladagi qahvaxonaga chiqadi. Mahalladosh erkaklar bilan salomlashish bahonasida tovuqchilik va gulchilik haqida suhbatlashadilar. Orada suhbat dunyoda ro'y berayotgan hodisalarga taqalar, ammo nafaqadagilar bu suhbatga uncha quloq osmasdilar. Hayotdan yaxshigina ta'lim olib, tajriba to'plagan keksalar o'lim vaqti yaqinlashayotganini, qazo vaqtini kutayotganliklarini eslab, tark etishlari muhaqqaq dunyoning zavqli onlaridan gaplashib taskin topardilar. Oqshomda boshlangan bahs-munozaralar yarim tungacha guldan xo'rozga, xo'rozdan tuproq o'g'itlari masalasiga, undan eski ko'pkari va ov hikoyalariga taqalardi. Nafaqadaligining 4-oyi edi. Ertalabdan dengiz shamoli lodos esardi. Rajabboy pastki qavatdagi kichik sandiq turgan xonasiga kirdi. Tovuq katagining temir eshigini kesish uchun bolgarkasini izlayotgandi. To'satdan ko'zi temir qopqoqli
qora rangli sandig'iga tushdi. Sandig'iga yaqinlashdi. Sandig'i bilan to'qnashish shu qadar tez ro'y berdiki, Rajabboy bir muddat o'ziga kela olmadi. Oq yengil ko'ylak shim kiygan Rajabboy bir zumda ko'targich boshqaruvchi navbatchi Rajab otaga aylandi. 35 yillik hayoti bir ko'z oldidan kechdi. Yoz quyoshida porlagan temir yo'l izlari, qor zarralarini to'zg'itgancha yaqinlashayotgan lokomotiv tormozlarini ko'rayotgandi go'yo. Shu onda uzoq-uzoqlardan ko'ngilga ayriliq qo'shig'idek og'riq bergan uvillagan tovush eshitildi. Lokomotiv ovozi edi u. Deraza ochiq edi. G'ayri ixtiyoriy ravishda G'affor tentakning uvillashi bu, deya pichirladi. G'affor tentak tez yurgani uchun bu laqabni unga o'zi topgandi. G'afforning qop-qora ko'mir orasida porlagan ko'zlarini, ko'targichdan o'tayotganida qo'l siltashlarini esladi. Shu onda keskichni, tovuq katagini, bog'ini, hamma narsani unutdi. Jimgina yuqori qavatga chiqdi. Kiyimlarini almashtirib, o'zini indamaygina kuzatayotgan ayoliga "Birozdan keyin qaytaman", deya ko'chaga chiqdi. Stansiyagacha hayajon bilan yurdi. Faqat temir yo'l izlarini ko'rganida endi u yerda qiladigan hech bir ishi qolmaganini angladi. Daraxtga suyanib bir necha soat lokomotivlarni, o'tgan-ketgan poyezdlarni kuzatdi. Yuragini vayron etayotgan g'ariblikni, uni bu jo'shqin hayotdan shafqatsizlarcha yulib otgan keksalikni yozg'irib, hech narsani sezmay, bor dunyoni unutib stansiyani kuzatdi. O'zi kabi shoxlari kesilgan, soyasi yirtiq daraxt tagida o'tirib yum yig'layotgan ko'nglini ovutolmay, temir yo'l ko'targichiga mahzun termulib qoldi. Hozir lodos shamoli poyezd ovozini Nuhkuyusidagi uyigacha keltirgan kunlarda stansiyaga uzoqdan termilib qoladigan bir keksa bor. Bu odam yillar shafqatsizlik bilan yulgan umrining qolganini ham kasbiga bag'ishlashni istagan, yana temir yo'l izlarining ovozi bilan yashashni xohlagan, bunga hamisha muhtoj bo'lgan shlagbaum boshqaruvchi navbatchi Rajab otadir. Ramazon sabog'i. Muzayyana Abdulmuxtor qizi. O'shanda 6 yoshlarda edim. Ota-onamning hali tong yotmasdanoq turib ovqatlanishlari menga juda qiziq tuyulardi. Men ham roza tutaman, dedim bir kuni. Ota-onam bunga rozi bo'lishmadi. Shundan so'ng mehribon va ko'ngilchan bobomning uyiga jo'nadim. O'sha kecha juda sergak uxladim. Saharlik paytida bobom meni uyg'otdilar. Juda xursand bo'lib ketdim. Sakrab o'rnimdan turdim-da, yuz qo'limni yuvdim. Saharlik qildim. Juda ham maroqlandim. Lekin shu kuni tushga yetib yetmay, ko'z oldim qorong'ulashib, holdan toya boshladim. Bu holatimni yengishga urinib, o'rtoqlarim bilan o'yinni davom ettirdim. Ochlikka bardosh berish uchun jasoratli bo'lishga harakat qilar edim. Bir payt bobom meni chaqirib qoldilar. Oldilariga borganimda esa qo'limga qaymoq surtilgan non berdilar. Men hayron edim. Roza tutdim-ku degan ma'noda bobomga qaradim. Qizim, kichkina bolalar roza tutganida tushlik payti biror nima yeb olishadi, dedilar. Lekin tashqariga chiqmagin. Tashqarida boshqalarning ko'zi yeyayotgan noningga tushsa, gunohkor bo'lasan. Shu tarzda Ramazon oyi o'tdi. Esimni tanigunimcha Ramazon oyida bobomnikida yashadim. Maktabga ketayotib, bobom bergan taomnimi, qaymoq surtilgan nonnimi yoki biron shirinliknimi yeb olardim. Katta bo'lib angladimki, shu yo'l bilan bobom
ko'nglimda Ramazonga bo'lgan hurmat va intiqlikka zarar yetkazmagan holda dinimiz talablarini bajargan. Shuningdek, Ramazon oyida ko'cha-ko'yda ovqatlanmaslik haqida xotiradan o'chmas bir dars bergan ekanlar. Yana bola ko'nglida nish ura boshlagan tuyg'ularni yaxshi tomonga yo'naltirishni ham bobomdan o'rgandim. Bobojonimning o'sha sa'y-harakatlaridan bugun dilimda Ramazoni sharifga o'zgacha intiqlik bor. Uning rahmat va mag'firatli onlarini behuda sarflamaslikka, balki har bir daqiqasidan foydalana bilishga, ko'proq savobli amallar qilishga intilib kutaman. Bugun Ramazon oyining qadriga yetmagan, bu oyda bir-biriga ters so'z aytayotgan, yordamga muhtojlarni quruq qaytargan, bir-birini ranjitayotgan kishilarni ko'rsam, ko'nglimdan ularda mening bobojonimdek bobo bo'lmagan bo'lsa kerak-da degan o'y o'tadi. Xulosa o'zingizdan azizlar. Nadomat. Hikoya. Kimsan Mashrab Turon o'g'li. Bomdod namozidan keyin odamlar gur o'rinlaridan turib, xonaqohni tark eta boshlashdi. Oxirida hovliga imom chiqdi. Avazbek imomni eshik oldida kutib turgan edi. Yaqiniga keldi. Assalomu alaykum. Va alaykumussalom. Ha Avazbek, tinchlikmi? Tinchlik. Avazbek taraddudlandi. Imom uning holatini tushunib, xonasiga ishora qildi. Qani, ichkari kiraylik. Avazbek ko'rpachaning bir chetiga o'tirdi. Nimadir tashvish uning ich etini kemirayotgani yuz va ko'zlaridan sezilib turardi. Tayyorgarliklar bitay deb qoldimi? Deb so'radi imom uning kayfiyatini ko'tarmoqchi bo'lib. Har holda 10 kunlardan keyin Avazbek hajga jo'naydi. Shukr, ammo men hozir boshqa bir masalada oldingizga keldim. Maslahatingiz kerak bo'lib qoldi. Marhamat, dedi imom hamdardona ohangda. Qo'limdan kelsa jonim bilan. Avazbek bir tin olib hikoyasini boshladi. Taqsir, bilasiz, 5-6 yil orasida bir nechta do'kon ochdim. Ustiga oshxonam ishlab turibdi. Allohga shukr, ro'zg'orim bud. Biron kamchiligim yo'q. 3-4 kun burun bir ish bo'ldi. O'shandan beri o'zimda emasman go'yo. Bir kuni ertalab oshxona uchun bozor o'char qilib kelsam, meni bir odam kutib o'tirgan ekan. Yuz qo'limni yuvib yemakxonaga o'tdim. Hali vaqt erta bo'lgani uchun xo'randalar deyarli yo'q edi. Burchakroqdagi stol ortida baquvvat bir odam o'tiribdi. Yoshi ham o'rta, shu 45-50lar orasida bo'lsa kerak. Xullas, gapning qisqasi bunday. Men bundan 25 yillar muqaddam mashina yo'qotganman. Aniqrog'i, mashinamni o'g'irlab ketishgan. 3 yilcha mingan edim xolos. Bormagan yerim, surishtirmagan odamim qolmadi. Mana endi oradan shuncha yil o'tib haligi odam kelib o'tiribdi. Hozir o'sha mashinangizni bozorda necha pulga olishi mumkin? deb so'raydi. Hayron bo'ldim, yelka qisdim. Necha pulga sotgan bo'lardingiz deb so'radi yana mehmon. To'g'ri, mashinam yaxshi edi, lekin hozir o'zimiznikilar chiqib, Jigulilarning narxi tushib ketgan. Unga nima deb javob qilishni ham bilmay qoldim. Kechirasiz, O'rgandanmisiz deb so'rasam, yo'q, chamalab ko'ringchi, dedi. O'sha paytdagi holatida nari borsa 1,5 mingga olar-u, dedim. Lekin bo'lar ish bo'lib o'tgan. Endi bu ishni muhokama qilishning foydasi yo'q. Mehmon indamadi. Portfelidan hujjat olib menga uzatdi. Mana shu texpasport siznikimi? deb so'radi. Hujjatni qo'lga olib angrayib qoldim. Haqiqatan u meniki edi.
Ha, dedim. Shunda mehmon ko'zlarimga tik boqib turdi-da, o'ta bosiqlik bilan gap boshladi. Avazxon aka, gapimga quloq soling. Mening ismim Muhammad Amin. Otamdan juda erta yetim qolganman. Hatto u kishini eslay olmayman. Onamning aytishlaricha bilimli, halol pok inson bo'lgan ekanlar. Yillar o'tib ulg'aya bordim. Bolalik chog'imdan texnikaga juda qiziqqanman. 8-sinfni bitirib, avtoslesarlikka o'qidim. So'ng vazga ishga kirdim. Lekin hech birim ikki bo'lavermadi. Men esam yaxshi yashashni xohlardim. U yo'q, bu yo'q. Asta-sekin qing'ir ishlarga qo'l ura boshladim. Hatto mashina o'g'irlashga yetib bordim. O'zim usta bo'lganim uchun hech kim mendan gumonsiramasdi. Bu qabih ishlarimdan onam tugul eng yaqin do'stlarim ham xabarsiz edilar. Hammasi xamirdan qil sug'urgandek yengil ko'chardi. Shunday qilib oylar, yillar o'tdi. Mustaqillik keldi. O'z kuchi, aql zakovatini hayotga tatbiq eta olmay yurgan ishbilarmonlarga katta yo'l ochildi. Men ham shular qatorida avval xususiy ustaxona, keyin avtomobillarga keng ko'lamda xizmat qiladigan ishxona, bir nechta avtomagazin ochdim. Hozirgi kunda boy va davlatman. Bilasizmi, bu gaplarni oqizmay, tomizmay sizga aytishimdan maqsadim, onam meni deb bir umr yolg'iz o'tdilar. Oq yub, oq taradilar, yemay yedirdilar, ichmay ichirdilar. O'zlari farrosh bo'lsalar ham birovning qo'liga termultirmadilar. Onam hozir mo'tabar bir yoshdalar. Bu yil Alloh nasib qilib onajonimni haj safariga olib ketyapman. Xursandchiliklarini ko'rsangiz, xuddi yosh bolalardek quvonib, tunu kun Allohga ibodat qilyaptilar. Men bo'lsam, bir oydir na uyqumda halovat, na hushimda rohat. Qalbim chekayotgan azoblarning chek-chegarasi yo'q. Shuning uchun bitta hovlimni sotdim. Muhammad Amin ko'z yoshlarini artib, portfelidan bir dasta dollar chiqardi. Undan 2,5 ming sanab mening oldimga qo'ydi. Mana aka, 1,5 mingga mashinangiz uchun. Menga esa hozir shunaqa deyilyapti-ku, sizga yetkazilgan ma'naviy zararim uchun. Men hayotimda 11 ta mashina o'g'irlaganman. Sizniki 9-si. Qutulmaganim yana 2 tasi qoldi. Bittasi Xorazmda, bittasi Surxondaryoda. Ularning ham egasini topishim kerak hali. Menga sizning roziligingiz kerak xolos, aka, deydi. Ko'zimdan yosh chiqib ketdi taqsir. Lekin nima ham derdim? Roziman, uka, roziman, dedim, tomog'im tiqilib. Imom ham Avazbekning hikoyasi ta'sirida biroz muddat jim o'tirdi. So'ngra boshini ko'tardi. Yaxshi-ku, Avazbek, hammasi yaxshilik bilan tugabdi-ku. Siz nimaga xursand bo'lish o'rniga bunaqa xomushsiz, dedi. Gap shunda-da, o'sha odam kelib ketganidan beri kechalari uxlay olmayapman. Axir men ham hajga otlanganman. Aybsiz Parvardigor, men ham johil paytimda ne odamlarning haqqiga xiyonat qilgandirman. Lekin afsus, menda ularning biron bir hujjatlari yo'q. Avazbek mo'ltirab imomga qaradi. Taqsir, menga biron yo'l yo'riq ko'rsating. Nima qilay? Imom anchagacha o'ylanib qoldi. Nihoyat gap boshladi. Odamlarimizdagi o'zgarishlarni ko'rib, Allohga mingdan ming shukronalar aytkim keladi. Insof beraman desa, Allohga hech gap emas ekanda. Hammamiz ham xom sut emgan bandalarmiz. Ammo bir narsani unutmang. Avazbek, haligiday o'g'rini ham to'g'rilay olgan Parvardigor eski gunohlarni kechirishga ham qodirdir. Muhimi vaqtida tavba qilish. Mana shu nadomatingizning o'zi katta gap. Qolaversa, erta-indin haj. Inshaalloh onadan tug'ilganday pok bo'lib qaytasiz u yoqlardan. Ammo ko'ngil xotirjamligi uchun
muhtojlarga xayr ehsonni ko'paytirsangiz yanayam yaxshi bo'ladi. Avazbek yengil tortganday, bir necha kundan beri davom etib kelayotgan iztirobi yuragidan ariganday bo'ldi. Ko'ngli taskin topib masjiddan chiqdi. U endi nima qilishini biladi.